Assalomu alaykum hurmatli atirgulga qiziqadigan aka-uka, opa-singillarimiz. Uyim oldiga gulzor qilmoqchiman, gul ekmoqchiman. Sizlarda qanaqa holatda, svejiymi, qurib qolganmi? Bozorlardan olyapmiz, aldanib qolyapmiz. Aytgan rangi chiqmayapti, keyin qurib qolyapti degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun biz o'zimizdagi atirgulning holatini, qanaqa turishini ko'rsatib boraman. Bizda atirgul ko'chatlari Rossiyaga eksport bo'lgani uchun shunaqa qilib отдельно yozib, qanaqa sorti, qanaqa rangi ajratib qo'yamiz. Shu holatda ketadi Rossiyaga ham. Mana hurmatli do'stlar, qanaqa holatda turadi. Ekishga tayyor holatda. Bizda atirgullarni 150 xil, 200 xil bo'lgani uchun har biriga nomerlab, raqamlab chiqqanmiz. 100-nomerdagi gulimiz. Mini roza, simsalabin gulimiz. Atirgulning holatlari, tomirlari tayyor. Tomiridan, tepasidan ozroq kesib yerga ekilsa, baholasa amal olish tezroq bo'ladi bu holatda turganda. Shu korobkamiz shu sortdan, 100-raqamdan hammasi simsalabindan. Videosini, rasmini hozir joylamay ekranga. Mana. Shunaqa atirgullardan gulzor qilib ekib qo'yaman degan aka-uka, opa-singillarimiz uchun bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimiz bor, ishlab turibdi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar do'stlar.